Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Nurbekri umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Aqsuv viloyati bo'yicha 1.500.000 moyar qayta taqsimlash uchun yig'ib olingan. Amerikada yuz bergan qurolli hujumda 11 kishi yaralandi. Ispaniya bilan Saudiya Arabiston futbol sohasida kelishim hosil qildi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy Davlatlik taraqqiyot islohot komitetining sobiq muavin mudiri, Xitoy Davlatlik energiya idorasining sobiq boshlig'i va atalmish Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi Nurbekri muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoyning har qaysi hukumat taratqullari tomonidan tarqatilgan uchurlarga qaraganda, Nurbekrining sud hukmi 2 dekabr kuni Liaoning o'lkasi Shinyang shaharlik o'rta sud mahkamasi tomonidan e'lon qilingan. Poraxo'rlik jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Nurbekri siyosiy huquqidan mahrum qilinib, barliq mol-mulki musodir qilingan. Xitoy taratqullari xabarlarda Nurbekrining sud hukmiga rozi bo'lganligi va yuqoriga arz sunmaydiganligi qayd qilingan. Bu yil 57 yoshga kirgan Nurbekri 2018-yili 20-sentabr kuni Rossiyadagi rasmiy ziyoratini oxirlashtirib, Xitoyga qaytganida Beijing aerodromida tutqun qilingan. Nurbekri Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komiteti tomonidan tutqun qilinib, oradan 6 oy o'tganda, ya'ni 2019-yili 16-mart kuni tunji qatim xabar e'lon qilib, Nurbekrining atalmish partiya intizomiga og'ir darajada xiloflik qilish qilmishi bilan taftish organlarining bartaraf qilishiga topshirib berilganligini jakarlagan. Orqadan bu yil iyul oyida Shinyang shaharlik sud mahkamasida sud ochilib, Nurbekri poraxo'rlik jinoyati bilan ayblangan. Sudda uning 1998-yili Urumchi shahrining boshlig'i bo'lgandan toki 2018-yili Xitoy Davlatlik energiya idorasining boshlig'i bo'lgan qadar 20 yillik jarayonda 79 million yuan xalq puli, ya'ni 11 million dollardan ortiq pora eganligi ilgari surilgan. Uyg'ur amaldorlari ichida Xitoy hukumati uchun eng aktiv xizmat qilgan amaldor deb qaralib kelgan Nurbekrining oqibati muhojiratlik Uyg'urlarda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan. Xitoy hukumatining Sharq Turkiston yurgizayotgan siyosatlariga qarata tanqidiy fikrda bo'lganligi uchun Xitoy hukumati tomonidan umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti bilan Xitoy hokimiyati uchun sodiqlik bilan xizmat qilgan Nurbekrining o'xshash qismatga duchor bo'lishi diqqat qo'zg'amoqda. Chet ellardagi bir qism Uyg'ur kuzatuvchilari bo'lsa, Nurbekrining jazolanishining atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazorat tuzgan Uyg'ur o'rta maktablarining adabiyot darsligi bilan munosabat ekanligini ilgari surishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur adabiyot darsligi materiallarida bo'lginchilikni targ'ib qilish jinoyati bilan Abdurazzoq Soyim, Yolqin Ro'zi va boshqa bir qism Uyg'ur amaldorlari ham ziyolilarni qo'lga olgan va qamoq jazolariga hukm qilgan edi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda navbatda har qaysi joylardagi terror yerlarni qaytadan huddiga berayotganligi ma'lum bo'lmoqda. 28 noyabr Aqsuv axborot to'rida e'lon qilingan bir xabardan qaraganda, doirlar Aqsuv viloyatida atalmish yerlarni ratlashtirish bo'yicha 1.503.000 mo yezi yerini qayta ratlab, buning 741.300 mosini huddiga bergan. Xabarda doirlarning yerlarni ratlashtirish bo'yicha tashlanib qolgan yerlarni tuzab, qaytadan huddiga berganligi bayon qilingan. Ammo diqqat qo'zg'aydigani, yerlar ratlangandan keyin dehqonlarning ommaviy farovonlik ish o'rinlari bilan ta'minlanib, oyda 1000 so'mlik muqim kirimga ega qilinganligi bayon qilingan. Biroq xabarda bu yerlarning kimga huddiga berilganligi va dehqonlarning yer terish o'rniga qanday o'rinlarda oyda 1000 so'm maosh bilan ishga selinayotganligi ochiq tilga ilinmagan. Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat doiralari 2018-yili fevral oyida hukumat taratqullari orqali xabar tarqatib, Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat bir oblast miqyosida jami 4 million modan ortiq yerni yig'ib olib, qaytadan taqsimlaydiganligini jakarlagan. Sharq Turkistonda 2017-yili lagerga tutqun qilish harakati boshlanib, oilalardagi emgak kuchlarini asos qilgan 3 milliondan ortiq kishi lagerga qamalgan paytda yerni qayta taqsimlash harakati qo'zg'alishi va ichkiri o'lkalardan ko'chib kelgan Xitoylarning yer bilan tartiblanishiga oid xabarlar chet ellardagi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Amerikaning New Orleans shahrida yuz bergan qurolli hujumda 11 kishi yaralanib, 2 kishining ahvolining og'ir ekanligi bildirildi. Amerika mediasida chiqqan xabarlarga asoslanganda 1 dekabr kuni Louisiana shtati qarashliq New Orleans shahrining eng obat rayonlaridan birisi bo'lgan French Quarterda qurolli hujum qilish voqeasi yuz bergan. Voqeaga tegishli bir gumondorning nazoratga olinganligi uqtirilgan. Hujumning sababi haqida texnicha biror rasmiy bayonot e'lon qilinmagan. Ispaniya darajadan tashqari birlashma lo'nqisi 4 kishilik komanda musobaqalarining 3 yil muddat bo'yicha Saudiya Arabistonda o'tkazilishi masalasida kelishim hosil qildi. Ispaniya futbolchiligining kirimini oshirish uchun plan qilingan 4 kishilik komanda hal qilg'uch musobaqalari darajadan tashqari birlashma lo'nqisi 3 yil bo'yicha Saudiya Arabistonda o'tkaziladi ekan. Saudiya Arabiston bilan Ispaniya futbol federatsiyasi o'rtasida hosil qilingan kelishim bo'yicha 2020-2021 yili va 2023 yillari Ispaniya birlashma lo'nqisi musobaqalari Saudiya Arabistonda o'tkaziladi. Ispaniyada 2018-2019 yillik musobaqa faslining chempioni Barcelona komandasi, Podsho lo'nqisining sohibi Valencia va Atletico Madrid komandasi
Real Madrid komandasining musobaqalari 2020 yili 8 yanvardan 12 yanvargacha Jiddiy shahrida o'tkaziladi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.